Assalomu alaykum hammaga. Biz birodarimiz biz Moskvadamiz, tizzasi og'rib ketdi. Tizzasi g'alati bo'lib, anchagina yomon bo'lib shishib ketibdi ko'rinishidan. Bunisini bir ko'taringda bir solishtirish uchun. Yoshing nechida? 23. Bir g'alati bo'lib shishib ketibdi tizzasi. Nima bo'lgan tizzasiga aytib bering? Qachon bo'ldi? Kecha avtdan keyin bo'ldi. Futbol o'ynadi, birinchi tepdi. Ichkariga qarab ketib qoldi. Qatdan tepdi? U yoqdan tepdi, u yoqqa qaytib ketib qoldi. Ichkariga qarab tizza qayrilib ketib qoldi. Nima eshitdingiz? Qirsillab ketdimi, nima bo'ldi? Qirsillamadi. Bir chiqdi, yana ichkari kirdim, bilmadim lekin. Ha, o'zingizga shunaqa tuyuldi. Bir suyak bir chiqib, bir kirgandaqa bo'lib tuyuldi o'zingizga. Ha, hozir oyog'ingizni siz bosib keldingizmi yo yurolmay keldingizmi? Bosib kelolmadim. Ha, oyog'ingizni yurolmasdan Turib bosib bo'lsa? yo'q, bosolmadi-da, hozir ko'chada ham keldi. o'rtaga olib keldi-da buni. Bismillah, qara. Ketib qolganlar qirt deb qayrilib ketadi. Keyin hozir bosmoqchi bo'lganingda go'yoki mana tizzang ichkariga qochayotganini sezyapsan-ku. O'sha sezganing rost ekan, sezganing rost. Odam o'zi sezadi organizmda. Masalan, hozir bossang, bosolmay qiynalib turibsan, biz solamiz, keyin ko'rasan. Chiqqanda belgisi mana yering ishadi, mana yer. Matizangning ko'zi bor-ku, ko'zining tepasi mana yer ishadi. Seniki ham ishibdi, mana qara, qattiq bo'lib turibdi. Shok bo'lgan? Katta ishib ketgan. Katta ishib ketdi, to'g'rimi? Keyin mana bu joyim qotib boshlaydi. Buni ushlagin, buni ushlagin. Bu qattiqmi? Bu qattiq. Dam solib qo'ygan o'xshab tirsillab turadi. Mana bu yeri qattiq turib, mana yeri ishganlardan, mana yerdan chiqqan bo'ladi. Bismillah. Bo'sh qo'y, xotirib olding, qo'rqqaningni. Bo'sh qo'y. Bo'sh qo'y. Ketdik. Bo'shat oyog'ingni, bo'sh qo'y. Bo'sh qo'yib yotavering, faqat og'riydi xolos. Qarasang qaraver, nima qilsang qil. Mana men oyog'imni qo'ydim, sekin kuchaytirib boraman, bosib. Xotirma, xotirma. Bo'lmaydi. Bo'lmaydi o'tirishing. Bo'lmaydi. Yot. Chidolmayman. Ya, chidaysan. Senga sog'liq kerak-ku, shuning uchun chidaysan. Mana bosamiz. Baqirib yotavering, voy deb qo'yib bo'sh qiling. Mana bo'shat, mana uni bo'sh qil mana. Bo'sh qilsangiz orasi ochiladi suyagi. Bo'sh qiling. Bo'sh qiling. Bo'sh qiling. Ketdik mana, yo Rabbim. Bo'sh qilingda, juda qattiq turibsiz. Bo'shat. Bo'sh Oyog'imni qotirib olding mana buni. Yana bo'shat, hop, hop. Ha, endi yerdan. Bir to'xtang. Mana. Bo'ldi. Bo'ldi. Qattiq og'riyapti tizzangda-chi? Bitta yaxshi og'riydi. Keyin tizzangni ichi qizib ketsa aytasan, isib qizyapti deb. Qizdimi endi tizzangiz? Qizyapti. Endi qizyapti. Hozir 1-2 minut Qizish sababini tushuntir. suyak joyiga kelsa qiziydi. Hozir 1-2 minut o'tgandan keyin yana ko'ramiz. Endi tekshirib ko'raychi. Unday qilma. Sekin qo'limda ko'raman endi. Bo'sh qilib yotaver. Tekshirib ko'raychi. Qimlama, bo'sh tur. Xotirma, xotirma, ayağım xotirma. Shunday qilishtirsa ham og'riydi. Ayağım xotirib oldingda, unday qilma-da sen, unday qilma. Bo'sh qo'yib tur. Bo'shga. Ey, ayağım xotirma. Yerga qo'yib. Endi-chi? Qizib ketmadimi-chi? Ha, yumshaydi. Yumshab boshladimi? Sen sezish boshlading yumshaganini, ya? Ha. Qo'lingda ushlab ko'r. Bunday qilib ushlab ko'r deb. Ichi yumshadimi, ichi? Ha, mana yumshagan. Yumshagan. Bu yoq qattiq. O'sha yumshagan degan belgi suyak joyiga tushsa, mana ichida tomirlar bor. Shuni qisib turgan tomirni qo'yib yuborgan bo'ladi-da. Keyin bu yumshab boshlaydi. Bu degani, haliga tizzam chiqibdi, tizzamni soldirdim degan gap o'sha bo'ladi. Belgisi shu tushganning.
Endi mana yoqda qattiqroq bo'lib, bu yog'i yumshoq bo'lsa, endi bu yeringdagini mayaqdan ko'rishimiz kerak. Bu yog'i ham yumshasa, demak, bu yog'idan ham o'sha chiqib turgan joyi, o'sha tomirini qisib turgan narsasi qo'yib yuboradi. Mana ichida tomirlar bor. Qator. O'shani birontasini bo'lsa, birontasini qisib olgan bo'ladi. Bo'yicha men tomonini bo'sh qilib turadi. Nari tomon bo'sh qildingmi? Vaqtlayib tur. Qotirmaydi-ku. Mana. Mana ko'rding? Men bosh barmog'imni botirib, bunday qilib, qo'yibman. Qotirma. Qo'y mana yoqda. Qo'yib bo'pti. O'z holiga qo'y. Ketdik. Qotirib olding, bo'shat. Ketdik. Shunday tur. Yana qotirding. Bo'shat. Ketdik. Ana shunday. Ana shunday qil. Yugurma lekin. Spokojno qil. Yugurma. Ko'rding? Tirs etib ochildi ichi. Endi orqaga yurib tur. Nazar qil. Faqat bo'ldimi? Tirs etib yo'q. Endi oldinga. Kino borgan odamni oyog'ini qattiq qo'yib, qochmay qoldimi bu yerga? Qochyapti degani kamaydimi? Kamaydi, bog'iga bog'liq. O'sha kamaydimi? Lekin E'tibor berib aytdi. Kamaydi deb men ko'nglim uchun deyotgan bo'lma. Kamaysa kamaydi deydi. yursa bo'ladigan bo'lib qoldi. Boya unaqa yurish qatta edi, to'g'rimi? Qo'ysa oyog'ida og'riq bor edi. O'z yuring. Qo'lingizchi. Yana boshlang. Yana Ayog'ini bo'sh. bir harakat qilamiz. Mana bo'shadi. Mana bo'shayapti. Mana bo'shadi endi. Mana. Tushundingmi? Yugurma lekin. Yugurma. Spokojno qilaver. Bir maromda qilib turavering. Bir maromda. Qo'shib qotirib oldim. Mana ko'rding? Ochilsa tirs etyapti. Mana eshitdingmi? Yana tirsilladi. Shundan tomonni qiladi. Davay. Ketdik. Yugurma. Bir maromda qilib turavering. Bo'shat. Bo'sh, mana ochiladi hozir. Mana ochilmoqchi. Ochilmoqchi bo'lgan paytda og'rib ketyapti, qo'rqib ketyapsan. O'shani qotib ketdi. Sen yugurma. Spokojno qil. Yugurma. Davay. Choppa, qayerga yugurasan? Bir maromda. Bir joyda. Ko'tar ayog'ini. Ko'tar, deb ko'tar. Davay. Ko'tar. Ana shunday. Ko'rding? Qanday ochildi mana. Endi tushunding-a? Kirt deb ochilyapti ichi. Ko'rdingmi? Tars etdi. Chapka. Mana, chirs etdi. Tushunding-a? Mana chirs etyapti mana. U degani ichidagi mana ko'rding? Tomirlari ochilib. Maza qilasan. Gavdangni bemalol ko'taryapman. Ko'taryapti. Sakramang unaqa, sakrab ko'rmang. Yuring faqat. O'zingizni mahkam olib yuring. Bemalol orqaga oldinga ko'tarib yuradigan bo'ldi. Bu degani suyak joyida degani. Suyak joyida emas bo'lsa, boya kelgan ahvolingiz. Ko'rdingizki, oyog'ingiz umuman bosa olmadi, sherigingiz olib keldi sizni. Mana hozir o'zingiz yuribsiz. Bu tushdi degani. O'zimizdan qilinadigan ishimiz siniqchilikka tegishli bo'lgan ish. Suyagingiz joyiga soldik. Mana yurib o'zingizga nima qilib ko'rsatdik. Endi siz meniskangiz nima qilgan? Yirtilgan. Unisi endi bitish kerak. Uni endi o'zingizning bo'yningizda. U tomonlarni doktorlar tushunadi. Yirtilgan, uzilganda. Shu bilan bugungi videorolikimizni tugatsak bo'ladi. Hech kim kasal bo'lmasin.